Ota-ona bolasini diniy saboq olishi uchun ishonib topshirgan va natijada bola ruhiy va jismoniy zo'ravonlik qurboniga aylangan. Diniy bilim, axloq, ma'naviyat bularning barchasi muhim. Ammo savol tug'iladi. Bu bilimni kim, qanday sharoitda va qanday tayyorgarlik bilan beryapti? Hozirda ko'plab uchrayotgan holatlardan mahallada yoki tanishlar orasida dinni ozroq yaxshi tushunadigan inson bo'lsa, shu zahoti eti sizniki, suyagi bizniki deb ota-onalar farzandlarini topshiryapti. Ammo bolaga ta'lim berish faqat bilim bilan emas, balki pedagogik mahorat, bolalar psixologiyasini tushunish va qonuniy faoliyat yuritishni ham talab qiladi. Agar diniy ta'lim maxsus diniy ma'lumoti bo'lmagan, tegishli ruxsatga ega bo'lmagan shaxs tomonidan uy, yerto'la yoki buning uchun moslashtirilmagan joylarda tashkil etilsa, bu bolaning xavfsizligi va manfaatlariga xavf tug'dirishi mumkin. Bunday sharoitda bola ruhiy bosimga duch kelishi, qo'rqitilishi yoki ayrim holatlarda jismoniy jazolanishi ehtimoldan xoli emas. Natijada uning ruhiyati, dunyoqarashi va sog'lom rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kim urdi bolam seni? Qachon urdi asaloni? Siz ko'rayotgan tasvirlarda ham ota-ona bolasini diniy saboq olishi uchun ishonib topshirgan va natijada bola ruhiy va jismoniy zo'ravonlik qurboniga aylangan. Voyaga yetmagan bola hali o'z huquqini himoya qila olmaydi, noto'g'ri munosabatga yo'q deya olmaydi. Ota-onasining tanloviga ishonadi, to'g'ri deb biladi. Pedagogik tayyorgarlikka ega bo'lmagan shaxs bolaning yosh xususiyatlarini, ruhiy ehtiyojlarini hisobga olmaydi. Qonun aynan shu kabi salbiy oqibatlar oldini olish uchun mavjud. Diniy ta'limning o'ziga qarshi emas, balki uning nazoratsiz shaklda berilishiga qarshi. Shu sababli davlat bunday holatlarni maxsus qonun bilan tartibga soladi. Bu diniy ta'limga qarshilik emas, balki bolani himoya qilish choralaridir. O'zbekiston Respublikasida diniy ta'lim berish tartibi qonun bilan belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241-moddasiga ko'ra, maxsus diniy ma'lumoti bo'lmay turib va diniy tashkilot boshqaruvi markaziy organining ruxsatisiz diniy ta'limdan saboq berish yoki xususiy tartibda saboq berishi ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Agar bunday harakat ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa yoki noqonuniy diniy ta'lim voyaga yetmagan shaxslarga berilsa, Jinoyat kodeksining 229-2-moddasiga muvofiq jinoiy javobgarlik yuzaga keladi. Bundan tashqari, voyaga yetmagan farzandlarni noqonuniy diniy ta'lim olishi uchun sharoit yaratgan ota-onalarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan jazo chorasi belgilangan. Agarda holat takroran sodir etilsa, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar uchun jazo chorasi bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Aziz ota-onalar, farzandingiz kelajagini har qanday insonga topshirmang. Uni faqat rasmiy ro'yxatdan o'tgan diniy ta'lim muassasalari, malakali pedagoglar, nazorat ostidagi dasturlar orqali ta'lim olishini ta'minlang. Bu yerda farzandingiz nafaqat bilim oladi, balki xavfsizligi, sog'lig'i va huquqlari ham himoyalangan bo'ladi. Farzandning kelajagi sizning eng katta mas'uliyatingiz. Agarda siz yoki yaqinlaringiz orasida farzandlari noqonuniy diniy ta'lim olayotgan yoki jabrlangan holatlar bo'lsa, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Har bir fuqaroning huquq va erkinligi qonun bilan himoyalangan.